Jonginam yuraverdi. Ey shag'ol kalla. Ko'tar bu soch pochingni, Ada bu yoqda mashina qilish kerak-da. Qanaqa? Yer ota-bobong qilgan ishni qilaylik, yur. Akajon, men sizdan allaymanmi? Biza katta ustalar biza. Dubaydagi Burj Khalifani bilasizmi? Ko'rganmisiz? Biza ham ko'rganmiz o'sha binoni. Ishonavering, tamom. Usta bu qorni och qolib ketdi, choy poy ichaylik. Choy ichish uchun pul kerakmi, Azamat? Pul bo'lish ishlash kerakmi? Zakat chiqdi, ketdik, ishlaymiz. Mani pulim bu. Aylanmas ekan. Bo'l, nafas olasiz suyini orqaga. Qachon usta bu? Yaxshi ishlash kerak-da. Endi men tarafga, Usta bu shu yerga ham sizlarmi? Kim chaqirdi sizlarni? Yuqoridan prikaz bo'lgan, Prorabjon. Usta bu sizga pastdan ham prikaz bo'lmaydi. Shu bugun oxirgi muhlat, ishlasangiz ishlang, bo'lmasa katta ko'cha. Bir ishlab ko'rsatib qo'yaylik Prorabchaga. Ha usta bu. Jo'nat. Sekinroq. Usta bu nima qilyapsiz? O'zimdan urib tushiryapsiz-ku. Azamat qandoqdir pastga ishlab tepaga qarasam, davlen ham ko'tarilyapti. Bo'lmasa siz tepaga chiqing, men pastga tushaman. Mana usta bu. Nima qilasan, Azamat? Usta bu nima qilyapsiz? Azamat, men tepaga chiqsam qandoqdir boshim aylanayapti. Yur, biton quyaylik. Azamat, biz o'zi qayerlarga kelib qoldi? Qochib ketsa bo'laykimi, jo'ra? Usta bu yangi Toshmindagi Makon rezidentga-da biza. Shu joydanlarga usta bu uy olish kerak-da. Boshlang'ich to'lovlarsiz 3 yilga bo'lib to'lash bo'lsa bo'ladi. Mazza-ku. Naqd to'lov qilib olganlarga bitta uy bonusga qo'shib berilyapti. Bitta uy olsa yana bitta beryaptimi bular? Tekin. Dahshat-ku. Mijozlar uchun 3 ta Cobalt qo'yilgan. Xonadon xarid qilganlarga parkovkasi tekin. Parkovkani ham tekin qilib qo'ydim. Qanday bog'lansak bo'ladi bular bilan? Instagram profiliga kirasiz, shapkasiga Telegram kanali silkasi turibdi. O'shani qo'shib olsangiz bo'ldi. Hammasini qo'y jo'ra. Mana bu Yamanga havo yo'q, yuragim hisobdi, o'lyapman. Usta bu, tepaga chiqsangiz boshingiz aynalsa, pastga tursangiz davleningiz chiqsa, Yamaga tushsangiz yuragingiz chiqsa, sizga o'zi qanaqa ish topib berishim kerak? Azamat, ishlamasa ham pul berayotgan ish top jo'ra.